WhatsApp va aloqa uchur vositalaridagi chiroy ifodalarini ishlatishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. WhatsApp va aloqa uchur vositalarida yo'llanadigan chiroy ifodalarini ishlatishning hukmi nima? Ba'zilar bu cheklangan doiradagi sezilgan surat doirasiga kiradi. Bu rasmni tarqatish harom bo'lishi cho'ng ehtimol deb qarayotidi. Bu haqida qisqacha bo'lsa-mu dalil bilan bir tushuncha berishlarini umid qilaman. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Munbar va WhatsApp qatorliq tor aloqa uchur vositalarida kishilar bir-bir bilan uchrashganda avatishadigan, kulimsirgan yoki yig'ilgan chiroy ifodalarini ishlatish hukmi haqida javob bergan olimlarning qarashlari o'xshash emas. Ba'zilar buni jalloqlarning rasmini sizish doirasiga kiradi deb harom desa, ba'zilar makruh degan, yana ba'zilar shubhilik doiraga kiradi desa, yana ba'zilar ishlatmagan yaxshi degan, yana ba'zilar buni ishlatish cheklanmaydi degan. Oxirgi mushu qarash dalil jihatdan kuchlik. Bu masalada shuni ayirib olish lozim. Bu turli tuyg'u ifodalaydigan chiroy ifodalari hadislarda cheklangan rasm doirasiga kiramdi. Bu turli chiroy ifodalari hadislarda cheklangan rasm doirasiga kirmaydi albatta. U biror belgi yoki ifodadan iborat. Chunki uningda jalloqlarning ko'z, quloq, burun va qosh qatorliq chiroy shakli aniq ma'lum bo'lmaydi. Buni odamzotning yoki jalloqning surati degan taqdirdami, bu yanada cheklangan doiraga kirmaydi. Chunki jalloqlarning rasmlari haqida kelgan hadislar ko'pchilik olimlarning tushunishida to'liq badan yoki yashayolg'udak a'zolarni o'z ichiga olgan rasmlarni ko'rsatadi. Imom Ibn Qudama aytadi: Jalloqning rasmidan bir qismi kesib o'tilib, qolgan qismida bir jalloq yashayolmaydigan bo'lsa, makruhlik yo'qoladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma suratning asosli qismi boshdir. Bosh kesib o'tilsa surat bo'lmaydi degan. Bu Ikramadan rivoyat qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom qashimga kelib, "Men oqshom sening qashingga kelgan edim, biroq sen bar uyga kirmadim. Chunki uyning eshigida erlarning rasmlari, uyning ichida rasm tushirilgan parda va bir it bor ekan. Buyurganki, eshikdagi rasmlar kesilib daraxt shakliga kirgizilsin. Buyurganki, parda ikkiga bo'linib yerga tashlab o'ltiradigan ikki yostiq tikilsin. Buyurganki, it uyning sirtiga chiqarib etilsin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday qildi. U it Hasan yoki Husaynning kuchki bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning karvatining ostida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan u kuchuk sirtqa olib chiqib etildi. Jalloqning rasmidan maydasi yoki qo'rsiqiga o'xshash, uningsiz yashayolmaydigan qismi kesib etilsa yoki tandan ayirib etilgan kallasida bo'lsa, cheklangan doiraga kirmaydi. Chunki bu ahvolda tandan ayrilgandan keyingi kallasidan ayirib etilgan tanga o'xshash bo'lib qoladi. Ko'z, put-qo'lga o'xshash kesib etilgan qismi jalloqni hayotidan ayirib o'tilmaydigan bo'lsa, bu cheklangan surat doirasiga kiradi. Shundaqla rasm sizishga tutish qilganda kallasiz tan yoki tansiz kalla yoki kallasi insonning boshqa a'zolari jonsizlarning bo'lsa-mu, cheklangan doiraga kirmaydi. Chunki bular jalloqlarning suratlari emas. Qaraydigan bo'lsak, chiroy ifodalarida amaliyotda yo tan yo kalla yo'q. U faqatla qosh, ko'z, burun, quloq va kalpuklardan xoli yumaloq bir belgi xolos. Chiroy ifodalari to'liq bir jalloqning suratini sizish maqsadida tayyorlanmagan. Yuqorqi Jibril alayhissalom hadisidami surat bar pardani kesib parchalagandan keyin ishlatishga ruxsat qilgan. Chiroy ifodalari agar surat deyilgan taqdirdami, u parchalangan pardadagi suratlardan kam bo'lsa bo'ladiki, hargizmi ortiq emas. Mana bu sahih hadisga tayangan hukm bo'ladi. Bu mazmunni buni sahih hadismi ta'kidlaydi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib deydi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir safardan qaytib kelganida, men bir supamga suratlar bor bir pardamni tartib qo'ygan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib yirtib tashlab, qiyomat kuni eng qattiq azobga duchor bo'ladigan kishilar Allohning jalloq maxluqlarining shakliga o'xshatadiganlardir, dedi. Shuning bilan biz uni bir yoki ikki yostiq qilib o'tdik. Rasm sizish va surat haqidagi barliq hadislarni jamlab turib, ularning ba'zilaridagi umumlikni yana ba'zilari xoslashtirsa yoki chaq qo'yilmay kelganining chekini yana ba'zilari taraysa, yuqorqidek xulosa chiqadi. Chunki chekilgan hadislardagi surat yoki rasmdan jalloqlarning rasmlari maqsad qilinadi. Jonsiz narsalarning rasmlarini sizish joizlik doirasida qoladi. Yana jon yoki hayotlik topilmaydigan parcha rasmlarmi joizlik doirasida qoladi. Yana kichik bolalarning o'yinchoqlari, qo'nchoq va ularga aloqador jalloq va jonsizlarning to'liq rasmlarimi joizlik doirasida qoladi. Yana
bisat va yostiq ko'rpalarga o'xshagan dastirib ishlatiladigan narsalardagi rasmlarmi joizlik doirada qoladi. Shundaqla fotograf rasmlarmi cheklanmagan doirada qoladi. O'z vaqtida sahoba kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bar chaqda rimliqlarning tillasini ishlatgan. U tillada Rim podshohining bosh surati bor edi. Rasululloh uningdagi suratni o'chirib o'tishga yoki u tillarni ishlatmaslikka buyruq tushirmagan. Bumi kallidan iborat bo'lgan suratning cheklanmaydiganligini ko'rsatdi. Bularning hammasi biz gapini qilayotgan chiroy ifodalarini ishlatishning cheklanmaydiganligini ko'rsatdi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.